Don't feel too long. Mana Mitsubishi Lancer avtomobilining bagaj qismini obshivkasiga zyo'lniyeva qilingan edi. Buni orqa tarafi qizuv. Bu joyda arzon va soddagina yechim qilingan. RGB svetodiodli lenta 3 ta donasi. Bu yerda ham shu. Bu yerda logotip yonishiga alohida qilingan, alohida kontroller bilan. Qolgan qismiga bo'lsa, mana bunaqa AliExpress'dan zakaz qilingan oddiygina kontroller. Bu Bluetoothdan ham boshqariladi. Mana soddagina va arzongina yechim. Ishlaydi. Qo'shimcha tarzda shuni aytishim mumkinki, avtomobilda patolog qismiga ham xuddi shu narsani qilsa bo'ladi va bu arzonga tushadi. Misol uchun Xitoy tayyor bloklarida ham xuddi shu narsa, xuddi shu prinsipda ishlaydi, sal boshqacharoq bo'ladi, lekin ishlash mexanizmi shunga o'xshash. Bunda ham shu kontroller bo'ladi, svetodiod bo'ladi, faqat blok sal boshqacharoq bo'ladi. Mana bu oson va arzon yechim. Kimga qilib ko'rmoqchi bo'lsa, bemalol uyda tajriba qilib ko'rsa bo'ladi.